Tergov harakatini boshlaymiz. O'zida batash xonadoningizmi? Akamiz hozir qanday ko'zini kechiramiz? Yashil rangli o'tkir hidli o'simlik borligini tanib, bu o'simlik marixuana giyohvand vositasiga o'xshaganligi uchun kelgusida ekspertiza tekshiruvni amalga oshirish uchun hammasini sanab birma-bir olamiz. Jami 714 tub kannabis o'simlik yulib olindi. Yalnız noqonuniy narsalar bormi? Bor. Nima bor? Shomkada narkotik bor. Qancha bor? 2 kilo bor. Mana. Bu o'zingizga tegishlimi? Ko'rib olamiz. Mana. Ko'k jigarrang rangli, o'ziga xos o'tkir hidli. Ikkinchisini ham ochamiz. Mana ikkinchisi ham xuddi shunaqa ko'rinishda. Yashil giyohvand moddasiga o'xshagan.